Bir tanishim yotoqxonasiga kirganda ko'ziga har xil narsalar ko'rinishini va uyquga yotganida kuchli bir katta bahaybat narsa ustidan bo'g'ib bosishini aytib qoldi. Buni sababini bilasizmi deb so'radim u kishidan. Ayoldir, erkakdir uyquga yotishdan oldin tahorat olib, tahoratli holda bismillahni aytib, albatta yotog'ini yaxshilab qoqishi kerak. Hech narsa bo'lmasa ham, bir xil narsa bo'lsa, ushoq bo'lganda keyin qoqiladi deb tushunishadi. Yo'q. Yotishdan oldin albatta qoqib yuborilsa, bu albatta sunnatga muvofiq bo'ladi. Keyin uyqudan turgandan so'ng ertalabda joylarni zapravka qilishdan oldin ham 3 marta yaxshilab choyshablarni qoqib yuborish kerak. Buni ayniqsa yosh oilalar, kuyov-kelinlar bilishi lozim bo'lgan narsa. Bu to'qib o'ylab chiqarilgan biddiyatlar emas. Bu albatta sunnatga muvofiq bo'lgan amaldir. O'lik hujayralar to'kiladi insondan. Shuning uchun yaxshilab qoqib tashlab, keyin zapravka qilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Inshaalloh uyqularingiz xotirjam bo'ladi deb maslahat berdim. Siz ham albatta yotoqqa yotishdan oldin tahoratli holatda bismillahni aytib, oyatal kursini aytib, 3 marta joyingiz qoqib, o'rinlarni yaxshilab qoqib yuborib yotsangiz, uyqungiz xotirjam bo'ladi. Yotoqxonaga kirishdan oldin salom berib kirilsa, bu ham albatta sunnatga muvofiq amal. Salom berib kirib, pokiza tahoratli holda uyquga yotish eng yaxshi fazilatlardan bittasi. Buni ayniqsa yosh bolalarimizga ham o'rgatib borsak, katta bo'lganda shu amallarni bajarib, o'zlariga odat qilib olishadi. Bir qiz, yaqin orada bo'lgan narsa bu, bir qiz keladi, yotog'iga bebismillah o'zini otadi. Divanga kuchli zarba bilan o'zini otib, uxlab qoladi. Vaholanki u yerda jin dam olayotgan bo'ladi. U qiz jinni ustiga yotib olib, jinga ozor berib qo'yganligi sababli u qizga jin tegadi. U qizni ahvoli og'irlashadi, alahsiray boshlaydi, o'zini eski holatidan ancha o'zgarib, borib betob bo'lib qoladi. Shuning uchun bismillahni aytib, salom berib xonaga kirish bu eng afzal amallardan biridir.